O'rtoqlar, kechagi kuni noxush vaziyatda uyim yonib ketdi. Iltimos qo'lingizdan kelgancha yordam qilinglar, ko'chada qoldim. Tepaga karta raqamlarni yozamiz. Manimki. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormat, yaxshimisiz? Qalaysiz? Xush kelibsiz, aka. 19 yoshman, mashina olmoqchiman. Siz yaqinda uyingiz yonib ketuvdi, aka. Instagramda video chiqdi, uyingiz yonib ketdi, kartangizga pul tashib yubordim. Men uy o'zini yo'liga mashina olmoqchiman-da. Hozir Cherry Sampida, aka. Shunaqa zo'r takliflar ketayotgan ekan, mana foydali 40 million mashinasi, foydali taklif, kelgan bonusiga propalla, yana qo'shimcha, Albatta, yengil aksiyasi nol ekan, aka. Siz uyingiz yonib ketdi, men kartangizga pul ham tashib Men uy olsam ulgurmay qolaman foydali taklifga. Voy, aformat qilaylik. Oling mana mashina, voy. G'alati emas. Uyi yana bitta video chiqarib uy olaman. Bu kartangizga hamma xalq pul tashab yotibdi bu yoqdan. Qancha tashladingiz? To'g'rimi? Qaytarib beraymi? Nima qilaman u pulingizni? Aformat qilaymi bo'lmasa? Tabriklasanglar bo'ladi o'rtoqlar. 19 yoshli men o'zimga mashina sovg'a qildim. Tiggo 8 Pro Max. Odamlarga ham hayronsan. Anta uy yonib ketdi, bu yoqqa kelib mashina oldi.